Akalar videoga like tugmasini bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bugun sizlar uchun T28 hamda T40 rusumli traktorlarni taqdim etamiz. Demak, dastlab Samarqand viloyatidan ushbu T28 rusumli traktorimiz sotiladi. Motor korobka zo'r, rol gidravlika, akkumulyator statorda, narxi 18 million so'm aytilishi albatta kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatdagi traktorimiz esa Toshkent viloyatidan bo'ladi. Qo'shimcha 70 lik kultivator hamda parsibi bor, komplekt holatda sotiladi. Xohlasangiz alohida ham sotiladi. Komplekt holatda narxi 25 million so'm deyishyapti. Traktorning motor korobkalari yaxshi, akkumulyatorlari yangi. Narxi aytib o'tgandek 25 million so'm. Manzil Toshkent viloyati. Navbatda yana bir T28 rusumli traktorimiz sotiladi. Holat yaxshi, kamchilik yo'q. O'zimiz ishlatib yurgan texnika deyishyapti. Xorazm viloyatidan narxi 28 million so'm, albatta yana kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Yana bir T28 rusumli traktorimiz sotiladi. Samarqand viloyatidan 1996-yilda ishlab chiqarilgan, ishlab turgan texnika, xarajati yo'q. Manzil Jizzax viloyati, narxi 20 million so'm aytilishi, yana oz-moz kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishmoqda. Yana bir komplekt holatdagi T28 rusumli traktorimiz sotiladi. Komplektida persib hamda kaselkasi bor. Traktor 1991-yilda ishlab chiqarilgan. Komplekt holatda narxi $3700 aytilishi, albatta yana savdosi bor. Manzil Qashqadaryo viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatdagi T28 rusumli traktorimiz esa Surxondaryo viloyatidan bo'ladi. Traktorning holati yaxshi, kalitda zavod bo'ladi. Gilza portion yangi, oldi balonlari yangi, orqa balonlari esa o'rta holatda, dokumentlari bor. Traktor ishchi holatda, narxi 30 million so'm aytilish, narxi albatta savdosi bor deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil aytib o'tgandek Surxondaryo viloyati. Navbatda esa akalar T40 rusumli traktorimiz qo'shimcha parsibi bilan birgalikda sotiladi. Traktorni hadu holatda, oldi tortadi, motorlari yaxshi, balonlar ham yaxshi. Teleshkasi ham yaxshi holatda, narxi 50 million so'm, manzil Samarqand viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi albatta kamaytirib beriladi. Navbatda akalar yana bir T40 rusumli traktorimiz sotiladi. Buxoro viloyatidan. Traktorning narxi 30 million so'm aytilishi, albatta yana kamaytirib beriladi. Traktor soz holatda, kamchilik yo'q deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatdagi T40 rusumli traktorimiz ham Buxoro viloyatidan. Ushbu traktorning narxini 40 million so'm aytishyapti. Holat yaxshi, ishlab turgan texnika, kamchilik yo'q deb ma'lumot qoldirishgan. Akalar, videoga like tugmasini bosib, kommentariyada qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddamiz. Sizlar uchun albatta biz yana davom etamiz. Bizda esa navbatda yana bir T40 rusumli traktorimiz Qoraqalpog'iston Respublikasidan bo'ladi. Holati yaxshi, ishlab turgan texnika. Narxi 30 million so'm aytishyapti, albatta yana savdosi bor deb ma'lumot qoldirishgan. To'liq ma'lumotlarni ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holatda olishingiz mumkin bo'ladi. Bizda yana bir T40 rusumli traktorimiz. Ushbu traktorimiz ham Qoraqalpog'iston Respublikasidan bo'ladi. Kamchilik yo'q, traktor soz holatda, narxi 35 million so'm aytilishi, albatta kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishmoqda. Bizda hozircha shular edi. Agar sizda ham sotiladigan traktorlar bo'lsa, marhamat bizga Telegramdan traktoringizning 4 ta sifatiy rasmi va asosiy 4 ta ma'lumotini yuboring. Bizning kanalda traktorlar reklamasi 100% bepul. Sizdan talab qilinadigan narsa videoga like tugmasini bosib qo'llab-quvvatlab turish xolos. Hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.